yutishimizga unaqa ishonchimiz yo'q edi. Shunchaki bir o'ynab kelgani, bir aylanib kelgani boruvdik. Lekin Это, так сказать, сильно заинтересовало, так это Казахстан, это другая страна. Shundan keyin biz yo'q joydan ham tayyorlanishga harakat qilganmiz. Birga Telegram gruppalarda iloji bo'lsa to'planib, O'shanga yatta yutalarmikinmiz, yatta jamoalar qanaqa ekan, qaysidir mana Namanganda Pop shahridagi maktabda atayin chaqirishdi, biz ularni oqlaylarmikinmiz. Bizning maktabimizda o'zi zakovat to'garagi yo'lga qo'yilgandi. Bu 1-2 yil oldin o'zi boshlangan. Harakat qilib ko'rganman shu yo'nalishda o'zimni. Qilib ko'rganimdan keyin o'yin juda yoqqan. Chunki savollar qiziqarli bo'lgan, o'zi o'yinga kirib ketish anaqa holatlari, jamoaviy o'yin bo'lgani uchun o'zimizga juda yoqqan. Xassi cho'plari. Javobingiz qabul. To'g'ri javob xassi tayoqchalari. Xassi cho'plari ham qabul. Keyin respublika bo'yicha o'yinlar boshlangan. Keyin u yoqqa o'sha katta arenaga harakat qilib o'yinga qatnashib ko'rganmiz. Qozog'istonga ketishimizdan bizni taklif qilishganda, Ostona o'yinlariga bizda qo'rquv bo'ldi albatta. Turnir haqida ham shu zakovatga qiziqishimiz ortidan bilib qoldik. И тогда мы с большим энтузиазмом и интересом решили там поучаствовать. И первый день в Астане прошел неудачно, можно так сказать. Yaxshi natija ko'rsata olmaganimiz uchun ancha tushkunlikka tushib qolgandik. Chunki o'yin juda ham qo'rqinchli tarzda tus ola boshlagan. o'zimizga kelib olishimiz uchun ozgina vaqt kerak bo'lgan. Но во второй день, когда мы уже играли в традиционный заковат, вот тут-то мы и сожгли игру. Мы сделали это. Мы, можно сказать, все 3 тура держались на первом месте. И в итоге, само собой, заняли первое место. Но каждый раз, когда мы думали о том, что если пойдет не так, мы просто смотрели на свой флаг. За нами стоит 36 миллионов наших граждан. И что на нас возложена очень большая ответственность. Baribir yo'q, mana jamoamiz bilan hamma bitta joydan, bitta yoqadan bosh chiqarib, kuchli harakat qildik va g'alabaga erishdik.